Bugun Ziyo ideal xususiy maktabida yana bir muhim. Bu yerda bilim oddiy dars bilan cheklanib qolmaydi. Bu yerda o'quvchilar prezident maktablariga kirish uchun maxsus tayyorlanadilar. Bugungi olimpiada ham ana shu tayyorgarlik jarayonining muhim bosqichlaridan biri. Olimpiada 2 bosqichda o'tkaziladi. Birinchi bosqichda o'quvchilar matematika va ingliz tilidan test sinovlarini topshiradi. Bu testlar orqali ularning bilim darajasi, mantiqiy fikrlashi va tayyorgarligi sinovdan o'tkaziladi. Keyingi bosqich, ya'ni ikkinchi bosqich yanada qiziqarli va murakkab. Bu bosqichda o'quvchilar matematika fanidan masalalar yechish orqali o'z iqtidorini namoyon etadilar. Eng muhimi, bu yerda faqat sinov bilan cheklanib qolinmaydi. Test topshirilgan o'quvchilarning ishlari alohida tahlil qilinadi. Ya'ni test topshirib chiqilgandan so'ng o'quvchilarga har bir ish tahlil qilib beriladi. Xatolari tushuntiriladi va ularning bilimini yanada mustahkamlash uchun yo'l yo'riqlar beriladi. Shu sababli ham Ziyo ideal xususiy maktabida tahsil olgan ko'plab o'quvchilar prezident maktablariga yuqori ballar bilan kirib, eng oldingi o'rinlarni egallab kelmoqda. Bu yerda har bir o'quvchining maqsadi katta. Har bir qadam kelajak sari, har bir bilim muvaffaqiyat sari yetaklaydi.